Demek, onlayn o'qishimizni boshladik. Ismlar deganimda, siz o'zingizni va sevgan insoningizni ismlarini aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Yevis, проявись, поговори со мной. Sevgan insoningiz ismi. Raboy Боже. Yevis, проявись, звони меня. Ismlarini ayting. Raboy Боже. Yevis, проявись, поговори, звони меня. Ismlarni ayting. Ularni ismlarini sevgan insoningiz. Raboy Боже. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ismlari ularniki. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. To'ylardi salbi ismingiz. Yakvralashtiga ularni ismlari. Sayakun xunak va saftali aminallohu akbar. Ichingizda niyatlaringizni ayting, tasavvur qiling. Nimani niyat qilsangiz, orzu qilsangiz tasavvur qiling. Xuddi hozir rostdan ham bo'layotgandek. Qanaqa kiyimdasiz, u odam qanaqa kiyimda, nimalar qilasiz. Har bir elementarniy narsani tasavvur qila olishingiz kerak. Har bir narsani. Elementarniy. Ichingizda ayting, tasavvur qiling-da. Misol uchun deylik, men sevgan inson palonchi menga telefon qildi. Shu vaqtda men bilan gaplashdi uzoq. Biz shu mavzu haqida gaplashdik yoki men oldimga keldi. Shunaqa kiyimda edi, men shunaqa kiyimda edim. Biz biroz gaplashdik. Yaxshi gaplar aytdi. Xullas shunaqa niyatlar qilib, ko'zingizni xohlasangiz yumib, xohlasangiz ochib, yumib, anaqa qilsangiz, xayolingizni jamlaysiz bitta joyga, hech narsani o'ylamagan holda niyatlaringizni aytasiz. Va men tasavvur va men baxtliman, chunki men sevgan inson menga qaytdi deysiz. Undan keyin men shukronalik keltiraman deb 3 marta aytishingiz kerak bo'ladi. Agar gaplarimni tushunmasangiz, qayta eshiting. Shunda ham tushunmasangiz, albatta yozishingiz mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman.
Благодарю. Принимаю его любви. Пусть пишет. Пусть позвонит. Тоскует. Скучает. Qayta eshiting ushbu o'qish anaqamizni. Sayahat yo'nalishi o'ziz ismingiz uni ismi. Lada vaqtlar meni sayaga söyle dayman Allahu akbar. El ba'a laylat el kuffat ruh. Uni ismi o'ziz ismingiz. Zofat kelim ma taraf yo'l el ketirsin. Amin Allahu akbar. El ba'a laylat el kuffat ruh. Uni ismi o'ziz ismingiz. Zofat kelim ma taraf yo'l el ketirsin. Amin Allahu akbar. El ba'a laylat el kuffat ruh. Uni ismi o'ziz ismingiz. Zofat kelim ma taraf yo'l el ketirsin. Amin Allahu akbar. Amin Allahu akbar. Amin Allahu akbar. O'qiganlarimiz ham bo'lsin. Yuzlarimiz doimo yorug' bo'lsin. Men judayam xursandman, judayam baxtliman, chunki meni o'qishlarim doimo foyda beradi. Klientlarimda hammasi judayam yaxshi. Hozirgi klientim, men eshitayotgan klientim judayam yaxshi rezultat olganidan xursandman. Men ushbu klientimga rahmat aytaman. Men omadga rahmat aytaman. Men o'qishlarga rahmat aytaman. Chunki o'qiganlarim menga va klientlarimga juda yaxshi foyda beradi. Men shukronalik keltiraman.